ta'mirlashlar ketyapti. Hatta alayım. Asl holda saqlab qolishga harakat qilganda. Yo'q, buni ta'mirlashga naqliga qaraydi. Ha? Yurib chiqsam, qaraydi. Nimasi urgan? Ana ular. Mana bu bunday qilib mana bu ketmasligi uchun, tushib ketmasligi uchun qilib qo'yiladi. Mana bular shketyorkalarni qara. Ha. Mana bu molotoy bilan urib ochib chiqadi-da. Asl holda buni mana pastlari. Mana g'ishlari bor-ku, ko'rinib turibdi. G'isht ko'ryapsan? Ha. Mana shundan mana tay terilgan, yaqinda terilgan. Bundan usti asl holi. Mana olib turishi. Mana devorlar ham eski devorlarda mana bo'lib qolgan. Nima kerak bu shuncha pulni qilishdi? Bu hozir nima kerak? Bu misol 16 etajlar qilish. Bu o'shani anasi bilan ta'minlash uchun-da. Mana sen puling ko'p.